opajon. Boyadan beri u yoqdan bu yoqqa yuribmiz. Yarim soat bo'ldi. Sizga o'zim yo'lni o'rgataman dedingiz. Nimani o'rgatmoqchi edingiz? Xullas, Ovsinjon. Qarang. Lekin siz eplolarmikinsiz? Lalayib o'tirsangiz yana ertaga sirimiz fosh bo'lib qolsa nima bo'ladi? Yo'q, opajon, lallaymayman. Nima qilish kerakligini aytsangiz, bo'ldi. Chiki-chiki qilib qo'yaman. Hech chiki-chiki qiladiganga o'xshamaysiz-da. Nima bo'lsa bo'ldi. Xullas, men sizga rasmlarni o'tkazib beraman. Dadajonga har kuni ertalab shularni ko'rsatasiz. Kimni? Men qayoqdan bilaman? Internetda tortib olganlarimmi-da? Ha, Rasmlarni ko'rsatib, yoqdimi? Sizga bir juft halol topdik deysiz. Ularni qarindoshim deb tanishtirasiz. ular hech kim emas-ku. Bilan